Bu videoda siz tartibga soluvchining barcha ishoralari nima ma'noni anglatishini bilib olishingiz mumkin. Agar siz haydovchilik guvohnomasini olish uchun tayyorlanayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang va like bosib, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Bizga tartibga soluvchini ishoralarini ko'p yillik tajribaga ega Ilhom akani o'zlari tushuntirib beradilar. Eslatib o'taman, Ilhom akani Instagramida 100 mingga yaqin, YouTube'da esa 10 mingga yaqin obunachilari bor. Assalomu alaykum Ilhom aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom, yaxshimisiz? Obunachilarim so'rayapti, ko'pchilikni imtihonda qiynayotgan savol bor, ya'ni tartibga soluvchining ishoralari. Shunga birorta bir master klass qilib berasizmi yoki birorta bir lifehack bo'lsa shularni ko'rsatib berasizmi? Shu obunachilarimizga oson bo'lishi uchun. Hop, tartibga soluvchining o'zi ishoralari oddiy, ya'ni 3 ta ishorasi bor. Shu 3 ta ishorasini bilish orqali siz avtotest imtihonlarida 30 tadan ortiq savolni bemalol ishlayverasiz. Hop, bu ishoralar quyidagicha, misol uchun tartibga soluvchini tartibga soluvchi qo'llar yonga cho'zilgan va tushirilgan bir ma'noni beradi. Bu joyda tramvaylarni faqat to'g'ri harakatlanishga ruxsat beradi. Faqat to'g'ri yuradi tramvay. Endi relsizlar bor. Bular to'g'riga va o'ngga yuradi. Chap va o'ng qo'lidan yaqinlashayotgan transport vositalari. Lekin shu joyda tartibga soluvchini oldi va orqasidan kelayotgan transport vositalariga harakat yo'q. Ya'ni bu holat bo'yicha avtotestda tushayotgan savol mana. Hop. Bunisini ko'raylik. Harakat ruxsat beradi deyapti. Bu joyda tartibga soluvchini o'sha qoidalar o'ng yoki chap qo'lidan kelayotgan transport vositalariga to'g'riga va o'ngga. To'g'riga va o'ngga. Lekin bu joyda oldidan kelayotgan va orqadan kelayotganlarga harakat yo'q va o'ng yelkasidan kelmoqchi bo'lgan, chap yelkasidan kelmoqchimi, qayrilib olmoqchi bo'lganlarga yoki chapga yurmoqchi bo'lganlarga ham harakat yo'q. Savol: harakat ruxsat etilgan qizil va sariq avtomobilga. F1 to'g'ri chiqadi. Hop, keyingi ishorasi bo'yicha gaplashamiz. Hop, keyingi ishorasi tartibga soluvchini qo'lini oldiga cho'zgan holati. Bu ishorasida transport vositalari, ya'ni relsiz transport vositalari va relsiz, ya'ni tramvaylar deylik. Birinchi tramvaylar faqat mana chap qo'lidan kirib o'ngga harakatlanadi, o'ng qo'lidan kirib chap tomonga harakatlanish ruxsat etilgan. Bu joyda o'ng qo'lidan yaqinlashayotgan transport vositalari faqat o'ngga harakatlanish ruxsat etilgan. O'ng yelkasidan kelayotgan, ya'ni o'ng qo'lidan kelayotgan. Chap qo'lidan kelayotgan esalar, barcha yo'nalish ruxsat etilgan. Prosta bu joyda bo'lak bo'yicha harakatlanish tartibi bor. Misol uchun, birinchi bo'lakdan to'g'riga o'ngga, ikkinchi bo'lakdan to'g'riga, chapga va qayrilib olishga ruxsat etilgan. Shu joyda tartibga soluvchini orqa tomonidan, ya'ni orqa tomondan kelayotgan transport vosita harakat yo'q va o'ng qo'lini, ya'ni tashqi tomonidan kelayotgan transport vositalariga ham harakat yo'q. Ya'ni quyidagicha grafika. Shu holat bo'yicha mana. Orqadan kelayotganga, oldidan kelayotganlarga harakat yo'q. O'ng qo'ldan kelayotgan faqat o'ngga mana. To'g'ri yurmoqchilar yo'q. Chap o'ng qo'lini teskari tomondan harakat yo'q. Bu joyda ham ko'rib turibsiz va oxirgi ishorasi yo'q. Shu bo'yicha bitta savol ko'rib ketaylik. Mana sal xiraroq, lekin tushunsa bo'ladi, ya'ni chizib qo'yamiz. Tartibga soluvchini o'ng qo'li mana shu tomonga yo'naltirilgan. Mana shu holatdagi ishorasi hisoblangan. Tashqi tomondan kelyapti, o'ng qo'l tomondan harakat yo'q. Mana ichki tomondan kelayotgan transport vositasi to'g'riga emas, faqat o'ngga yuriladi. Mayda oq avtomobil birinchi bo'lakdan bo'lgani uchun to'g'riga o'ngga, mayda bo'lakdan bo'lganligi uchun o'ngga, hech kim yo'qligi uchun bunda bilamiz to'g'riga, chapga va qayrilishga ruxsat. Orqa tomondan kelayotganga harakat yo'q. Shu bo'yicha savol quyidagicha:
qaysi transport vositasi harakat ruxsat etilgan desa, jicha chalg'ib qolishingiz ham mumkin. Misol uchun mototsikl o'ngga va yengil avtomobil barcha yo'nalishga. Agarda yengil avtomobil barcha yo'nalishga yurish uchun mayda bitta tasma bo'lish kerak. Mayda ikkita tasma bor. Tasma bo'yicha harakatlanish tartibi, shunga o'xshagan jicha ozgina ma'lumotlarni ham, ya'ni bilimlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bu savollar umuman qiynamaydi sizda. To'g'ri javob ayda mototsiklda o'ngga, yengil avtomobil to'g'riga va o'ngga harakatlanish tartibi belgilangan. To'g'ri javob F2. Va 3-ishorasini ko'ramiz. Bu ishorasi tartibga soluvchini qo'llari yuqoriga ko'tarilgan. Bunda barcha yo'nalishdan kelayotgan transport vositalariga harakatlanish taqiqlangan. Qo'lni tik ko'tarsa barcha yo'nalishga harakatlanish taqiqlangan. Chorrahaga kirganingizda tartibga soluvchi qo'lini yuqoriga ko'tardi. Sizga harakatlanish ruxsat etiladimi? Chorrahaga kirib oldingiz deyapti. Bu joyda ruxsat etiladi agar siz o'ngga burilayotgan bo'lsangiz. Yo'q, ruxsat etilmaydi. Ruxsat etiladi. To'g'ri javob F3. Ya'ni tartibga soluvchini ishorasida siz ruxsat ishorasi chorrahaga kirib bo'lgan bo'lsangiz, misol uchun bu holatda o'ngga harakatlanish ruxsat etilgan, kirib olganingizdan keyin tartibga soluvchi qo'li tik ko'tarilgan bo'lsa, chorrahani ichida bo'lganligingiz uchun manevr tugallab olishingiz ruxsat etiladi. 3 ta ishorasi bor. Shu 3 ta ishorasini bilib olsangiz, bemalol 30 ta va undan ortiq bemalol tartibga soluvchi qatnashgan savollarni ishlasangiz bo'ladi. Tushuntirib berganingiz uchun katta rahmat. Keyin yana bir boshqa videolarda ham ko'rishib qolamiz aka. Xudo xolasa foydamiz ekan bo'lsa xursandmiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Hayr aka. Shuning bilan videomiz yakuniga yetdi. Agar video yoqgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosishni unutmang.